Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilar. 2026-yilda uyda eng so'nggi fasollarda remont qilish nech pul bo'lyapti deganlarga Farg'onani Besharig'iga yetib kelganmiz qadrdonlar. Bu yerda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng so'nggi fasollardagi mahsulotlar ekan. Qaranglar. Mana bunisi yangilik. Videoga like bosib tursalar, buni zo'r qilib obzorini qilib beramiz. Mana bu gipki kamen tayyor tekis devorga yopishadigan bo'ladi. Mana bunisi esa uyni qurib qo'ygansiz, endi men suvoq qilishim kerak emas. Shuni bitirib yuboradigan mahsulot bormi deganlarga termopanel bo'ladi. Uyni suvoq qilishingiz shart emas, g'ishli holatda. Xoh gaza blok, shlaka blok, pena blok, paxsali devorlar bo'lsin, akalarimiz chotki qilib shuni yopishtirib berar ekan. Ya'ni suvoqni pulidan yutasiz, remont pulidan yutasiz. Bittada ham utuplit vazifasini bajarar ekan, ham remont bo'lib bitib ketar ekan qadrdonlar. Bittadan videoga like bossalang, hozir usta akamiz bilan birgalikda ma'lumotini beramiz. Bugun biz Farg'onani Besharig' tumaniga kelamiz. Bo'lmasa videomizni boshladik. Qadrdonlar, qaranglar mana, juda ham chiroyli holatda chiqqan ekan. Gipki kamenimiz bo'ladi. O'tkayli qilingan ekan. Natijani ko'rsatamiz. Bu issiqqa, sovuqqa chidamlimi deganlarga qaranglar. 1 yil bo'pti, tiniq holatda turibdi. Yonidan ham ko'rsatamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamassiz? Aka, qo'lingiz dard ko'rmasin. Yangiliklarni qilyapsiz ekan aka, inshaalloh. Ana shuni ham hozir ma'lumotini beramiz, qaranglar. O'tkayli bo'lgan narsa 1 yil bo'pti. Bu issiqda chok qo'yib yuboradi deganlarga hamma joyini ko'rsatib berishim mumkin mana, sekin astalik bilan. Hech qayerda ko'chgan joyi yo'q va chiroyli holatda turibdi. Aka, bu gipki kamenda har xil ranglari bor, ha? To'ppa-to'g'ri. Razmerini ham xohlagan razmerda qilib berasiz. Xohlagan razmerda qilib berasiz. Katta, kichik, rangini ham. So'kilimizni ham qaranglar, xuddi tabiiy toshlarga o'xshab turibdi, lekin bu gipki kamen bo'ladi. Xo'p, bunimiz termopanel. Aka, o'sha videoni boshida aytganimdek, bunga suvoq shart emas, to'g'rimi? Suvoq shart emas, to'ppa-to'g'ri. O'sha urilgan bo'lsa bo'ldi, tuploni bu bitadi aka. Hamma yo'q o'zida, to'g'rimi? Kosmetikachi ham birdaniga bitib ketadi aka. Bitib ketadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi usta akamiz bilan chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Xo'p, birinchi bo'lib aka, mana shu yangilikdan boshlasak, bu mahsulotimiz hozirgi kunda nima endi bu aka? Aka, bu yangilik. O'zimiz nima qildik buni? Bu mramor mahsulot aka. Aha, tabiiy mramor tosh. Tabiiy mramor tosh. Mana, qaranglar, yaltirayapti. Tabiiy mramor tosh. Bu aka, mana bu tegali uylarga mana bunisi yaxshi. Bu sepiladi kompressorda, bu arzonroq chiqadi. Tegali ko'p uylarga bu arzonroq chiqadi. O'zgacha bir yaltirab nimasi chiqadi o'zi. Tabiiy tosh bo'lgani uchun yaltirashi bo'ladi o'zida. Bliks beradi. Bliks beradi. Mana bu aka, xuddi shu narsa bu nimada tortiladi, shpatula tortiladi, bu tekis andavada tortiladi. O'ta chiroyli silliq bo'lib chiqadi aka bu. Tayyor suvoq bo'lgan devorga aka bu. Bularni faqat tayyor suvoq bo'lgan devorga bu narsalar. Suvoq degan, endi rangini men 3 xil rang chiqarib qo'ydim, endi xohlagan rang chiqarib beramiz buni ham aka. Bu yangilik bo'lgani uchun arzonroq qilib beramiz buni aka. Usta xizmati bilan men narxini aytib ketaveray birgalikda. 150 ming so'mga bitadi. Usta xizmati yo'q, hamma yo'q ichida. 150 ming so'm pul beradi uy egasi. 1 kvadratiga. 1 kvadrati. Suvoq, tayyor suvoq devorga bu bitadi aka. Bu bemalol yuvilib, nima bu qanaqa foydalansa ham foydalanadi. Chunki tabiiy tosh bo'lgan hisobiga rangi o'zgarmaydi. Rangi o'chmaydi aka. Sovuqqa, issiqqa chidamli bo'lsa bo'laveradi, loy kir bo'lsa. Bemalol. Xo'p, endi buni ma'lumotini qiziqasizlar, lekin mana bunimiz gipki kamen bo'ladi. Aka, misol uchun ko'pchilikdan savol bo'ladi. Gipki kamen qanaqangi devorlarga bo'ladi? Aytishadi, shlaka blok, gaza blok, paxsali devorlarga-da. Misol uchun nima deysiz? Bo'laveradimi? Aka, bu silliq yuzaga yopishadi aka. Paxsa, shlaka blok farqi yo'q aka. Qanaqa bo'lsa ham sirti silliq yuza bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Suvolgan bo'lsa bo'ldi. Xuddi shunday. Juda ham zo'r. Xo'p, endi aka, misol uchun bu narsa haqida men juda ko'p ma'lumotlar beraman, ko'p videolar chiqarganman, bilasiz, juda ko'pchilik biladi. Xo'p, bu trishinani oldini olar ekan, ya'ni oldin emas, ya'ni bunga trishina tushmas ekan. Shunaqa. Mikro trishinalar oldini oladi aka, mayda trishinalar. Shular oldini oladi. Ma'lum miqdorda cho'zilishini hisobi keyinchalik mayda trishina tushmaydi bunga. Tushmaydi. Hali ba'zi misol boshqa remontlarda yomonlashmas, yo travertin, yo emulsiya beriladi. O'sha travertin yo emulsiyalarni ko'rganingizda mayda trishinalar bo'ladi. Lekin bu egiluvchanligini hisobiga, shunaqa, cho'ziluvchanligini hisobiga. Maydalar tushmaydi aka, xudo xolasa, valla xudo endi. Juda ham zo'r. Aka, endi buni usta haqqi, materiali
ichida nech pul qilib beryapsizlar buni? Aka buni usta xizmati bilan tayyor shkaturka qilingan devorga aka 90 ming so'm bitirib beramiz. 90 ming so'm. Ha. Bu narx qayergacha amal qiladi endi? 90 ming so'm. Vodiy ichiga aka. Vodiy ichiga. Ha, Tayyor. Mana shu hozir shkaturka ekan, ha? Mana Aha. tagi bilinib turibdi. Shunaqa shkaturka. Gruntovkasini bergansizlar-da, gipki kamenni yopishtirgansizlar. Aha. Ha, shunaqangi devorga, vodiy ichiga 90 ming so'm, 90 mingni ichiga nimalari kiradi aka? Nimalar sizdan? Hamma yo'q kiradi aka. Ya'ni bir oz sanab bering, hamma yo'q deganda. Gipki kamen mahsulotimiz kiradi aka. Hop, O'zini kilayi, hop. gruntovkasi, orqa foni, bir sloy laki. Bir slog laka. Aha. Usta xizmatlaring hamma yo'q. Shunaqa, hamma yo'q. Dastlabki ham o'shani ichida bo'ladimi? Dastavka ichida. Vodiyda, Vodiy dastlabki ichida. Dastavka ichida aka. Endi aka bizni obunachilar aytib qolishi mumkin. Agar kvadrat ko'p bo'lsa kelishilgan holda bo'ladimi? Albatta aka, kvadrat ko'p bo'lsa, kattaroq ob'yomga kelishtirib beramiz aka. Aha, chiroyli qilib, ha? Chiroyli qilib. Gap yo'q. Mana so'killar. So'kil ham bir xilda ketaveradi, Bir xil kvadrat aka, aka. tekis bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. So'kil ham o'sha narxda. Narxi so'killik qimmat, buniki arzon bo'lmaydi-da. Usta endi yana bir narsa. Xo'p. Endi oldin shpakilovka rang bo'lgandir yoki travertin bo'lgandir eski fasonda. Yoqmayapti deylik. O'shani ustidan kafenli kilet tortib qilinadigan bo'lsa nima bo'ladi? Unga ozmoz qo'shilib qoladi aka. Aha. Usta xizmatiga ozmoz qo'shilib qoladi. Endi immunsa qilingan bo'lsa aka, Xo'p. uni shilib tashlaydi ustalarimiz, keyin ustidan kafenlikni olib beradi uyda egasi, ustalar tortadi, shunga 10-15 ming qo'shilib qoladi aka. Ustalarda puliga Ha. kafenli kilet tortganiga 10-15 ming Shunaqa. qo'shiladi. Lekin kafenli kilet xonadon egasi. Shunaqa, kafenlikli xonadon egasi olib beradi. Juda ham zo'r. Mana qadrdonlar. Xo'p, xizmatlar hozir qayerlargacha boryapsizlar? Endi vodiyga bu narxda aytyapmiz. Toshkent vohaga kelishiladi, qo'shilib qoladi endi. ha? Shunaqa, yo'l Chiqyapsizlarmi axir Toshkent vohaga ham? chiqyapmiz aka. Samarqandlarga ham qilib berganmiz chiroyli qilib. Aha, O'sha yo'l kirarasiga qo'shiladi aka. aha. Endi ozmoz shunaqa qo'shilib qoladi vohalarga, o'sha viloyatlarga. Xo'p, endi bu termopanelimiz. Termopanelimizni qarang. Qadrdonlar, necha razmerda bo'ladi o'zi bu? Aka bu 1 ga 60, Birga 120 ga 60, qarang, 1 ga 60 qilib ham chiqaramiz. Aha. Bu Penaplex-ga bu. Aha. Penaplasligi ham bor aka. U 1 ga 60, bu 120 ga 60ligi bu. Aha. Qaranglar, devordan bortib turibdi, 3D variantda bu g'ishlari. Ha, shunaqa bo'rtib, haligi ablisovka Ablisovkasini beradi. vidini berib, haqiqatan ablisovka g'isht terganday bo'lib turadi. Xo'p, so'killari ham xuddi shunday, ha? Xuddi shunday aka. Buni avval o'zimizni uydan boshlaymiz. Bu o'zimizni xonadon aka. Aha. Bunisi ham mana. Aha. O'zimizni uydan boshladik, keyin xalqqa tavsiya qilyapmiz aka. Mashalloh. O'tgan yili bo'lgan, ha? Mana Ha, qarang, gipki kamen ham 1 yil termopanel. bo'lyapti, unaqa defekt tushgan yo'q aka. Tushgan Xudo yo'q. xolasa unaqa Mana. uyaltirmaydigan narsa uchun biz garantiya berib unaqa qilyapmiz. Xo'p, necha qalinlikda bu? Aka 3 santimetrlik Penaplexga quyilgan bu. 3 santimetrlik Penaplexga quyilgan. Devor qanaqa holatda edi aka? Bu suvolganmidi Aka yoki sinchli uy bu. sinchli uy? Devor qiyshiqrog'ida ozgina o'shani to'g'rilab, nolga o'zim nima qilganman buni. Mana, qaranglar, sinchli uyga. Paxsaliga bo'lam deganlarga. Mana bu chetidan zo'r. ko'rsasangiz ko'rinadi, dialni chiqqani ko'rinadi. O'sha unaqa emasda u holati. Ha. Sinchli uylar o'zi qing'ir qiyshiq bo'ladi. Shuni Shuni to'g'rilab olasiz. suvoqlar tushib ketaman degan joyga urib yuborganmiz. Moshina turibdi aka. Gap yo'q. Mana. Zo'r. Hech qanaqalik nima bo'lib qolgan yo'q. Xo'p, bunimizni kvadrat metr necha pul bo'ladi? Usta haqi, materiali. Aka bunimiz 90 ming so'm chiqarib beramiz aka. Tayyorlab berishimiz, usta xizmatisiz 90 ming so'm tayyorlab beramiz. Hop, Keyin usta xizmati bilan deganlarga aka 160 minggacha bitadi bu. kvadrati. Qarang, u 160 mingga nima kiradi? O'sha g'ish urilgan bo'lsa, o'sha 160 mingdan bitadi aka. Unaqa o'ta qiyshiq joylab 20 santlar to'g'rilab bo'lmaydi bunda. Bir 5-6 santini to'g'rilab bo'ladi. U holatiga qarab 1-2 so'm qo'shilib qolishi mumkin 160 mingga. Agar idealni urilgan bo'lsa g'ish 160 mingga bitirib beramiz vodiy ichida aka. Vodiy ichida. Agar vohalarga bo'lsa ozmoz qo'shilib qoladi. Ranglarini farqi yo'q, xohlagan rangini qilib berasiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa aka. Xo'p, mahsulotni o'zini narxi necha pul? Mahsulotni o'zini olaman deganga 60 ming, yo'q 90 ming so'm buni tayyorlab beramiz. kvadrat. Ha, buni 60 ming so'm tayyorlab beramiz. Gipki kamenda 60 ming tayyorlab berasiz. Kadrni uzmagan holatda qo'shnini uyini ham bitta ko'rsatsa bo'laveradimi? Bo'ladi. Oq variantda deganlarga mana kadr uzmaymiz. O'zlarini qo'shnilarini xonadoniga mana tayyorlab berishgan. Qadrdonlar, kadr uzmaymiz, kirib o'taveramiz. Yo bismillah. Ana.
Endi ozgina konteyner to'sib turibdi ekan. Oq variantda bo'lsin deganlarga oqidan qilib beramiz aka. Xuddi shunday. Mana. Hozirgi kunda trend bo'lib turgan oq travetillarda vidini beradigan. Bu ham juda chiroyli chiqqan aka. Endi просто ozmoz 1 yil bo'lgani uchun ozmoz chang bo'lgan, Chang. bitta karchilab olsa bo'ldi buni. Toza. Toza bo'lib turaveradi. Mana oq rangida. Bu ishchi narsa bo'lsa bo'ladi. Buninglar razmerlarni xohlagan razmeringizni qilib berishaverar ekan. Hali rangi o'zgarsa, razmeri o'zgarsa pul qo'shilib qolmaydi. To'g'rimi aka? Yo'q aka, u rangda, razmerda pul qo'shilmaydi. Aha. Bir xilda chiqaveradi. Bir xil chiqadi. Mana. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlik ekranda nomer qoldiraman. Akalarimiz chiroyli qilib xonadoningizni borib, gibki kamenmi, termopanelmi xizmatlarini qilib berishadi. Inshaalloh. Xo'p, ustaga qanaqangi ma'lumotlaringiz qolyapti? Qanaqadir nimalaringiz bo'lsa bemalol mana. Yo bo'ldimi menimcha? Yo'q, bo'ldi aka. Xudo xolasa ekranda nomer qoldirsak, tushunmagan joylariga Tushunmagan joyiga qo'ng'iroq qilib zakaz bemalol berishaveradi. Inshaalloh qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu ishlab chiqaruvchi akalarimizning mehnatini, kaminani mehnatini qadrlab mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak Kabatullohni ushlasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin.